O'zbekiston Italiya ikki mamlakat o'rtasidagi munosabatlar ko'lami keyingi yillarda barcha sohalarda izchil rivojlanib bormoqda. Xususan, Italiya bilan hamkorlik aloqalarini ta'lim va fan sohalarida ham yaqqol ko'rish mumkin. Samarqand davlat chet tillar institutida italyan tilini o'qitish alohida yo'nalish sifatida tashkil qilingan. Oliy ta'lim muassasasi Italiyaning Siena xorijliklar universiteti, Florensiya, Ca' Foscari, Napoli sharqshunoslik hamda Perugia xorijliklar universiteti bilan yaqin hamkorlik aloqalarini o'rnatgan. Institutning ispan va italyan tillari kafedrasida 7 nafar mahalliy italyan tili o'qituvchilari hamda 4 nafar doktorantlar faoliyat olib bormoqda. Bundan tashqari, har yili Italiyadagi hamkor universitetlardan mutaxassislar shartnoma asosida taklif etilmoqda. Aleksandra Marabini, Bari universiteti o'qituvchisi, joriy o'quv yilidan boshlab samarqandlik talabalarga italyan tili fanidan saboq berib kelmoqda. Men Samarqand davlat chet tillar institutida talabalarga til tarixi, stilistikasi, matn tahlili va metodikasi bo'yicha dars berib kelyapman. Ushbu institutning o'quv va dars jarayonlari menga juda ma'qul bo'ldi. Talabalar darslarga puxta tayyorlanib kelishadi. Ularni til o'rganishga bo'lgan qiziqishi ham katta. Buning uchun esa ularga barcha sharoitlar yaratilgan. Darvoqe, ayni damda institutning filologiya va tillarni o'qitish, italyan tili yo'nalishida 200 nafarga yaqin talaba, shuningdek bir nechta magistrantlar tahsil olishmoqda. Bundan tashqari, 200 nafardan ortiq talaba italyan tilini ikkinchi til sifatida o'rganishmoqda. Italiyaning O'zbekistondagi elchixonasi tomonidan italyan tili va adabiyotini o'qitishni rivojlantirish, mahalliy italyan tili o'qituvchilarini rag'batlantirish maqsadida 2020-yildan boshlab Samarqand davlat chet tillar institutiga grant mablag'lari ajratilmoqda. Har yili institut talabalari Italiyaning O'zbekistondagi elchixonasi tomonidan tashkil etiladigan italyan tili notiqlik san'ati tanlovida faol ishtirok etishadi hamda Italiya universitetlarida stajirovka o'tash uchun yuboriladi. Universitetimiz O'zbekistondan boradigan talabalar hamda o'qituvchilar uchun turli kurslar tashkil etgan. Bu esa italyan tili va madaniyatini targ'ib qilish, shuningdek ta'lim muassasalarimiz o'rtasidagi hamkorlik aloqalarini yanada mustahkamlash uchun muhim imkoniyatdir. Italiya va O'zbekiston o'rtasidagi aloqalar tobora mustahkamlanib bormoqda. Italiya bosh vaziri O'zbekistonga tashrif buyuradi. Bu ikki davlat o'rtasida kuchli hamkorlik mavjudligini ko'rsatadi. Shu kunlarda Italiyaning Perugia xorijliklar universiteti professor, o'qituvchi va mutaxassislari mazkur oliy ta'lim muassasasida bo'lib, italyan tili o'qituvchilari bilan o'zaro tajriba almashishmoqda. Taqdimotlarda ikki oliy o'quv yurti professor o'qituvchilari o'rtasida malaka oshirish, til o'rgatish metodikalarini yanada mustahkamlash va takomillashtirish, sertifikat olish yo'nalishidagi ta'lim dasturlari samaradorligini kengaytirish yuzasidan yangi va zamonaviy yondashuvlarni amaliyotga tatbiq etish bo'yicha muloqotlar tashkil etilmoqda. Shuni ham alohida aytib o'tish kerakki, Toshkentdagi Italiya elchixonasi tomonidan Samarqand davlat chet tillar institutida italyan tili va madaniyati markazi tashkil qilingan. Markazda italyan o'qituvchilari bilan birgalikda mahalliy o'qituvchilar ham faoliyat ko'rsatadi. Bu yerda turli italyan filmlari, teatr va konsert dasturlari namoyishlari, kitob taqdimotlari va boshqa madaniy tadbirlar o'tkazib kelinadi.